Assalomu alaykum. Yosh iqtidor egalari birinchi qism kitobining 15-mavzusi. Yig'indaga doir masalalar mavzusi bilan tanishamiz. Hop. Demak, yig'inda nima degani? Demak, birinchi qo'shiluvchi qo'shamiz, ikkinchi qo'shiluvchi qo'shamiz va hokazo 3-chi, 4-chi, 5-chi xohlagancha bo'lishi mumkin. Shu hammasini qo'shib chiqsak, bizga yig'indini beradi. Demak, birinchi misol, birinchi qo'shiluvchi 85, ikkinchi qo'shiluvchi eng katta ikki xonali son. Bu 99. Uchinchi qo'shiluvchi esa eng katta toq raqam. Raqamlar 0 dan 9 gacha bo'lgani uchun eng katta toq raqam bu 9. Yig'inini top deyapti. Demak, yig'inini topishimiz uchun 85 ga qo'shamiz 99, qo'shamiz 9. Xo'p, 184 ga qo'shamiz. Mana bu ikkalasini qo'shsak 184, qo'shamiz 9 ni 193 degan javob kelib chiqadi. Hop, keyingi masala. Yig'inda 3 ta qo'shiluvchidan iborat va 8751 ga teng. Agar birinchi qo'shiluvchi eng katta turli raqamli 3 xonali son bo'lsa, bu nechaga teng? 9, 8, 7. Ikkinchi qo'shiluvchi esa eng kichik turli raqamli 3 xonali son. Bu 102 bo'lsa, uchinchi qo'shiluvchini top deyapti. Uchalasining yig'indisi 8751. Hop, birinchi 987 ga qo'shamiz 102 ni. Bu 9, 8, 10. 1089. 8751 dan ayiramiz 1089 ni. Bitta qarz olib bersak 11, ayirsak 2, 14 dan 8 6. Bu 6, 8 dan 1 ayirsak 7. Demak, uchinchi qo'shiluvchi 7662 ga teng ekan. Demak, quyidagi tenglamalarni yeching deb savol beramiz bizga. Mana, tenglama o'rgatguncha ham qaysi songa 7 ni qo'shsa 24 bo'ladi deb savol bergan yaxshiroq. Qaysi songa 7 ni qo'shsa 24 bo'ladi? Uni topishimiz uchun 24 dan 7 ni ayiramiz. X teng 17 bo'ladi. Endi qaysi songa 15 ni qo'shsak 41 bo'ladi? Uni topishimiz uchun 41 dan 15 ni ayiramiz. Natija 26 ga teng. Endi qaysi songa 4 ni qo'shsak 26 bo'ladi? Uni topishimiz uchun 26 dan 4 ni ayiramiz. X teng 2 bo'ladi. 22 bo'ladi aniqroq. Tenglamani ham iloji boricha tenglikni tarafiga o'tsa minus o'tadi, plus o'tadi deb o'rgatmasdan, iloji boricha tenglamadan ham fikrlashni o'rgatish kerak. Ya'ni qaysi songa 15 ni qo'shsak 41 bo'ladi. Uni topishimiz uchun 41 dan 15 ni ayiramiz deb fikrlatib o'rgatgan yaxshi. 3-4 sinf o'quvchilariga. Demak, shu masaladan keyin sinf ishidagi savollarni birdan boshlab toki 14 gacha ishlab qo'yish mumkin bo'ladi. Birdan 14 gacha. Hop, keyingi masala, yig'indidagi birinchi qo'shiluvchi 15 ga, ikkinchi qo'shiluvchi 18 ga ortdi. Yig'inda qanday o'zgaradi? Yig'inda birinchi qo'shiluvchi ortsa, ikkinchi qo'shiluvchi ortsa ham yig'indiga foyda. Yig'indi ham ortadi. Birinchi qo'shiluvchi 15 ga ortdi, ikkinchi qo'shiluvchi 18 ga ortdi. Umumiy holda 15 ga 18 ni qo'shsak, yig'inda 33 ga ortadi. Yig'indida 5 ta qo'shiluvchi bo'lib, uning qiymati 81 ga teng. Agar har bir qo'shiluvchi 17 ga oshirsak, yig'inda nechaga teng bo'ladi deyapti. Demak, 5 ta qo'shiluvchi bor. 5 ta qo'shiluvchini har birini 17 ga oshirsak, 17, 17, 17, 5 ta 17 ni qo'shishimiz kerak. 5 ta 17 ni qo'shgandan ko'ra 5 ta 17 ko'paytirib qo'yamiz. Demak, 85 ga ortadi yig'inda. Endi hozir nechaga teng? Hozir 81 ga teng. 85 ga ortsa necha bo'lib qoladi desa, 81 ga 85 ni qo'shamiz. 166 ga teng bo'lib qoladi. Hop, keyingi masala, yig'inda bir nechta qo'shiluvchidan iborat, uning qiymati 65 ga teng. Har bir qo'shiluvchi 12 ga orttirib yig'inda qayta hisoblandi, natija esa 113 ga teng bo'ldi. Yig'indida nechta qo'shiluvchi bor? Demak, yig'inda dastlab 65 ga teng, keyin 113 bo'lib qoldi. Umumiy hisobda qanchaga ortdi? 113 dan 65 ni ayiramiz. 13 dan 5 ni ayirsak 8, 10 dan 6 ni ayirsak 4. 48 ga ortgan.
Agar bitta qo'shiluvchi bo'lsa 12 ga ortardi. Ikkita qo'shiluvchi bo'lsa 24 ga ortardi. Uchta qo'shiluvchi bo'lsa 36 ga, 4 ta qo'shiluvchi bo'lsa 12 ga ortardi. Demak, 48 ni 12 ga bo'lsak 4 ta qo'shiluvchi bor ekan. Demak, quyidagilarni qulay usulda hisoblashimiz kerak. Mana e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana 65, 65 ikkalasiga ham bor. 65 ga 53 ni ko'paytirasizlar. 65 ga 40 ni qo'shasizlar, chiqqan javoblarni qo'shsanglar natija chiqadi. Faqat qulayroq usulda hisoblash uchun ana shu ikkalasidan 65 ni chiqarib olamiz. Va qavsni ichiga mana bu 60, 53 bilan 47 ni qoldirib hisoblasak bo'ladi. Shunda 65 ni o'zi 53 ga 47 ni qo'shsak 100 bo'ladi. 65 ni 100 ga ko'paytirish qiyin emas. 65 kara 1 60, yoniga 2 ni qo'shib qo'yamiz, 6500 degan javob kelib chiqadi. Endi qarasak, bu yerda hammasi ikkita har xil. Mana 17 48, 13 48. 48 ni chiqaramiz bu ikkalasidan. Shunda 17 qo'shuv 13 qoladi. Plus 52 ni chiqaramiz ikkalasidan. Shunda 14 qo'shuv 16 qoladi. Teng. 48 kara 30 plus 52 kara 30 teng. Ikkalasiga ham 30 paydo bo'lib qoldi endi. 30 ni qavsdan tashqari chiqarib olsak, 48 kara 48 qo'shib 52 qoladi. Bu 30 ko'paytirib 48 ga 52 ni qo'shsanglar 100 bo'ladi. 30 kara 100 bu 3000 chiqadi. Shunaqa qilib qulay usulda og'zaki yozib ishlash mumkin, tagma-tag ko'paytirgandan ko'ra. Xo'p, shu masaladan keyin sinf ishidagi masalalarni 15 dan boshlab toki 34-masalagacha ishlash mumkin. Rasmli, nabishli savollarni bolalar imkon qadar o'zlari ko'proq o'ylashi, imkon qadar o'zlari yechish kerak. Bu uchun vaqt ajratish kerak bolalarga. O'shandan keyin agar yecha olmasa, yechim ko'rsatganingiz foydali. Bo'lmasa to'g'ridan-to'g'ri yechim ko'rsatish yaxshi emas. Birinchi o'ylash kerak, ko'proq fikrlash kerak. Imkon qadar qiyinroq bo'lsa ham o'zi yechim topishga harakat qilish kerak. Davom etamiz. Xo'p, keyingi masalamiz yig'indisi 28 ga bo'lgan natural sonlar juftligi nechta deyapti. Buni yozib chiqqan yaxshi 3-4-sinf o'quvchilari. 1 bilan 27, 2 bilan 26, 3 bilan 25, 4 bilan 24, 5 bilan 23, 6 bilan 22, 7 bilan 21, 8 bilan 20, 9 bilan 19, 10 bilan 18, 11 bilan 17, 12 bilan 16, keyingisi 13 bilan 15, keyingisi 14 bilan 14. 15 bilan 13 sizlar o'z ommaviy yozib bo'lgansizlar, takrorlanib qoldi. Baribir bir xil. Men sanaymiz mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ta. 14 ta juftlik bor ekan. Yig'indisi 28 bo'lgan. Demak, keyingi masala. 1 dan 50 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini hisoblashimiz kerak. Shu teng bo'lsin qanaqadir s ga. Qulay usulda hisoblashimiz uchun teskari tartibda yoza olamiz buni. 50 qo'shilgan 49 qo'shilgan 48 qo'shilgan va hokazo qo'shilgan 3 qo'shilgan 2 qo'shilgan 1. Bu ham teng bo'ladi s ga. Faqat bittasi 1 dan 50 gacha, keyingisi 50 dan 1 gacha yozildi, teskari yozildi. Mana shu ikkalasini qo'shib olamiz. Qo'shib olsak 1 ga 50 ni qo'shsak 51 bo'ladi. 2 ga 49 51 bo'ladi. 3 ga 48 51 bo'ladi va hokazo 48 ni qo'shsak 51 bo'ladi. 49 2 ni qo'shsak 51 bo'ladi. Hammasi 51 bo'lib ketaveradi. Teng, shunda ikkita s bo'lib qoladi. Endi mana bu yerda 51lardan nechta bor? Mana bu yerda nechta son bo'lsa, xuddi shuncha 51 bor. 1 dan 50 gacha 50 ta son bor. Demak, qulay usulda hisoblashimiz uchun 51 ni 50 ga ko'paytirishimiz kerak. Shu teng bo'ladi 2s ga. 5 25. 2550 teng 2s ekan. Bundan s ni topishimiz uchun 2550 deb bo'lamiz 2 ga.
1, 2, 7, 5. 1275 degan javob kelib chiqadi. Demak, bu mavzuni agar guruh darajasi yaxshi, ya'ni matematikani o'tgan yil ham o'qigan o'quvchilar bo'lsa, bitta mavzuda bemalol tugatsa bo'ladi. Agar guruh darajasi 0 bo'lsa, ya'ni 0 dan boshlagan guruh bo'lsa, mana bu oxirgi savollar salgina qiyinlik qiladi. Shu sababdan birinchi darsda 1 dan 32 gacha o'tib, keyin ikkinchi darsda qolgan 33 dan 42 gacha o'rgatgan yaxshiroq. Agar ikki darsda kamlik qiladi desanglar, mana bu ikkita mavzuni 3 ta dars o'tgan yaxshi. Ikkita mavzuni 4 ta dars o'tgandan ko'ra, ikkita mavzuni 3 ta dars o'tgan yaxshi. Demak, mavzuga doir tushuntirishlarimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.